Onyx avtomobili. Bunda bo'lgan muammosi gaz uстановка qilingan kompyuterlar kuyib qolgan. Mana o'zi ichkarida zavodlarni ochib ko'ramiz. Zavod qilib qo'shganda hech qanday mashina zavod bo'lmaydi. Tablolarda yuvuvchan rasmi bilan chek yonib qoladi, 82 chiqadi. Bu tomonda mashina rasmicha bilan qulupcha rasmi chiqadi. Uzunaklar chiqqandan keyin tabiiyki biz kompyuterga solib diagnostika qilib ko'rgan paytimizda mashinaning o'zini VIN nomerini ko'rgani yo'q. VIN nomerini ko'rmagandan keyin kompyuter kuygan holati bo'ladi. Qisqasi mashinada miyasi kuyib qolgan. Onyx avtomobilimizni через kompyuter orqali mana bu o'zini shtatniy turishlari, shtatniy pultlarini hozir programma orqali o'qitib beryapmiz. Mana yangi kompyuterlarni ham uстановка qildik. Yana оборотлari o'ynab turgan гидроцельный zaslonkalari ham pul bo'lgan ekan, hozir o'rnatib обучение beramiz miyalarga, shu bilan оборотлari ham o'ynashi bo'ladi. Onyx avtomobilimiz bo'ldi. Bunga mana bunda elektronniy blok upravleniya motorli kompyuterlarni zamina qilib berdik. Zamina qilingandan keyin hech qachon birga bir qo'ygan payti tushmaydi. Через programma orqali o'qitiladi. Hozir mana mashinamizni qilib berdik. Mana mashinamiz tayyor. Shtatniy boltlarini ham mashina o'chirganda knopkalari mana ishlaydi. Knopkalarni ham hammasini ishlatib berdik. Diagnostika programma kompyuter xizmatlari bo'yicha bemalol Jizzax avtomasterga murojaat qilsangiz, har doimgidek sifatli, shu bilan birgalikda garantiyalar qilib bitkazib beramiz.